Bugungi manzilimiz Toshkent tumani Uchqahramon postidan ichkariga kirganingizda Guliston masjidiga yetmasdan o'ngga Obod mahallaga kirganda 4 sotixli 4 ta xona, 3 ta sanuzel, hol plus oshxonasiga ega xonadonimiz sotilyapti. Uyimizning atrofida barcha qulayliklar mavjud. Uyimizning narxini videoning oxirida aytib o'taman. Uyimizning video obzorini qilib beraman. Asosiy katta yo'l yuzidan 100 metr ichkariga kirilganda shu yerda xonadonimiz ko'rishingiz mumkin. Fasadlari juda ham chiroyli holatda. Traventillar qilib, so'killar ham chiroyli. Mana chap tarafimizda ham, o'ng tarafimizda ham zeleniy zona bor. Bemalol tashqariga bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizga kirish qism kirganingizda mana o'rta naves qilib qo'yilgan. Bu yerda tapchanini qo'yib, juda ham chiroyli, juda ham fayzli xonadonimiz. Xo'p. Bu yerda zeleniy zona, tashqi sanuzel joylashgan. Uyimizda devordan qochirib qurilgan mana. Havo aylanish uchun, yorug'lik tushish uchun juda ham katta joy tashab ketilgan. Zeleniy zona mana. Bu tarafimizda ham katta joy tashab ketilgan. Uyimizning teg qismi podvolga tushiladi. 4 metrga 9 metr razmer podvolimiz bor. Uyimizga kirish qism. Kirganingizda shunaqa katta koridor joylashgan bo'ladi. Chap tarafimizda oshxona, mebel texnikalari kelishilgan holatda qoladi. Bu tarafimizda spalni joylashgan. Remontlar juda ham yaxshi holatda uyimizda. Chap tarafimizda divanli zona, katta hol joylashgan. Ikkinchi xonamizda bo'tam spalni. Xonalar katta keng qilingan uyimizda. O'ng tarafimizda mehmonxona. Har bitta uyda tashqariga qaragan derazalar bor. Bu umumiy sanuzel. To'g'rimizda yana bitta spalni joylashgan. İçinde o'zini sanuzeliga ega. Uyimizning narxi $167,000. Yana kelishadigan joylari bor. Azizina sunnatiga o'tib beriladi. Bu videoga like bosib, yaqin do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Shunaqa arzon uylarni Uy Zona kanalida kuzatib boringlar.